Xitoydan kelgan tovarlarimni raspakovka qilamiz. Bu ikkinchi partiyasi. Narxlarini ko'rib shok bo'lasiz. Birinchi partiya zakazlarimni oldingi videoda joylagandim, profilimdan ko'rsangiz bo'ladi. Kolyaska uchun maxsus mana shunaqangi ko'rpacha zakaz qilgandim. Narxi attiga 16 ming so'mga zakaz qildim. Sifatini o'zingiz ko'rib turibsiz. Zakazlarim ichida eng kutgan tovarim bor. Videoni oxirigacha ko'rsangiz bo'lib olasiz. Bu onalar uchun eng kerakli narsa deb o'ylayman. O'zimga soatlar doim Xitoydan zakaz qilaman. Sababi juda ham arzon narxda Xitoyda. Ayniqsa shunaqa upakovka qilib, o'zim batareykalar bilan jo'natishadi. Sifati ham juda zo'r. Attiga 25 mingga zakaz qildim. Raspakovka videolar juda ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun profilimga juda ko'p raspakovka videolar joylayman. Keyingi zakazim shunaqa shkafni ichiga hid taratadigan zakaz qildim. Xitoydan zakaz qilsam sifatli kelmaydi deyotganlar uchun adashasizlar. Men videolarimni ko'rib turganingizdek, Xitoyda hammasi sifatli keladi. Agar siz yaxshi tanlashni bilsangiz. Attiga 17 ming so'mga mana shunaqangi tish cho'tka va pasta soladigan idish zakaz qildim. Buni biror joyga borayotganingizni sovutsangiz bo'ladi. Akkuratnik turadi. Keyingi tovarim mana shunaqangi bola uchun yostiqcha zakaz qildim. Buni o'zimizda 50 mingga ko'rgandim. Men buni Xitoyda 13 mingga zakaz qildim. Makiyaj uchun shunaqangi gubkalar zakaz qildim. Doim yangilab turish uchun ko'proq zakaz qilardim. Bu safar 17 mingga 25 tasini zakaz qildim. Ko'rishingiz mumkin, juda ham sifatli kelgan. Videoni boshida aytgandek, eng kutgan tovarim mana shu tovar edi. Menimcha bu onalar uchun eng kerakli narsa deb o'ylayman. 17 mingga mana shunaqangi kashi idish zakaz qildim. Buni ko'chaga chiqayotganingizda o'zingizga kerakligini sovutsangiz, bemalol uyga qaytganingizcha yetadi. Shunaqa qoshiqchalari ham bor. Sifati men kutganimdan ham zo'r kelibdi. Oldinlar faqat o'zimga narsa zakaz qilardim, endi esa faqat bola uchun zakaz qilaman. Shunaqa fotosessiyalar uchun ikkitasini 20 mingga ayiqcha zakaz qildim. Hamma tovarim rasm bilan bir xil kelgan. Bemalol siz ham qo'rqmasdan Xitoydan zakaz qilsangiz bo'ladi. Oxirgi tovarim mana shunaqa suv o'tkazmaydigan bolaga taglik zakaz qildim. Agar siz ham Xitoydan zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, ko'rsatib yozib qoldiring. Uchinchi partiya zakazlarimni ko'rish xohlasangiz, menga obuna bo'lib qo'ying.